Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Men Amirli Inoyatovni juda ko'pdan beri kuzatib kelardim. Instagram, Telegram sahifalari bor edi menda. Qiladigan plastik jarrohlik operatsiyalari juda ham menga yoqdi va Navoiy viloyatidan keldim. Ismim Dilorom. Mana shu pastki qovog'imda grija bor uchun kelgandim. Ular menga mana yuqori qovog'imni ham birgalikda operatsiya qilib berdilar. Mana hozirgina operatsiyadan chiqdim. Xudo xohlasa natijasini bir haftadan keyin sizlar bilan ko'rishamiz. Og'riq umuman yo'q, og'riq sezmadim. Juda ham qo'llari yengil ekan. Iloyim umrlaridan baraka topsinlar. Birgalikda amaliyot o'tkazgan jarrohlarni hammalariga ham kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilayman. Qanday muammolaringiz bo'lsa bemalol kelishlaringiz mumkin. Ular juda qo'llari yengil jarroh ekanlar. Juda ham xursandman.